Assalomu alaykum kanalimiz kuzatuvchilari. Ushbu ishimiz Buxoro viloyati Shofirkon tumani Bog'i Afzal mahallasida bo'ldi. Xo'p, bugungi ishimizni bitta obzor qilishni boshlashdan oldin bitta like bosib qo'ying. Biz obzorni boshladik. Xo'p, bizada bu yoqda bitta 110 litrlik qozon bo'ldi. Xo'p, bu yoqda bitta 7 kilolik qozon bo'ldi. Xo'p, bu yoqda bitta shedevr mangal. Mangalimiz dimoxodlarini ko'rishingiz mumkin. Xo'p, ikkita qozondan keyin mangaldan keyin bitta рабочий stol bo'ldi, shashlik, bu narsalar tayyorlashga va bitta moykaga joy qildik. Moykani ham двойной moykalardan qo'ysa bo'ladi bemalol. Va yana bitta 1 metrlik bitta stol va kraynakka gaz plita bo'ldi. Ushbu joyimiz Buxoro viloyati Shofirkon tumani Bog'i Afzal mahallasida bo'ldi. Xo'p, Shuhrat akamning uyida bo'ldi. Shuhrat akamni bu mahallada tanimagan inson yo'q. Xudo xolasa o'zidan ikki og'iz obzorda eshitamiz. Yaxshi. Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar. Mana G'iyosiddinni va shogirdlarining qo'lidan hech qachon bu hunarlar arimasin. Va xursand bo'ldim. Sizlarga ham tavsiya beraman. Va bugungi ishlarni ko'rib, qozon, o'choqlarimiz, mangallar, aslida moyka va hamda gaz plitalarni qilgan hunarlarni ko'rib turib, to'g'risini aytsam, o'zim minnatdor bo'ldim. Rahmat. Ustalarimizga katta rahmat. Samarqand viloyati Loyishdan kelgan ustalar. Biz shularni internetdan, telegramdan qidirib topganmiz. Tashrif buyurdilar va kelib, mana shunday bir chiroyli hunarlarini bizga ko'rsatib berib, bizlarni xursand qildilar. Men hammalaringizga tavsiya beraman, G'iyosiddinni mana shu qilgan ishlarini sizlarning ham xonadonlaringizga ilohim nasib qilishligini tavsiya beraman. Rahmat G'iyosiddin. Rahmat. Bitta like, bitta podpiska bosib qo'yishni unutmang. Xudo xolasa bundan-da yaxshi videolarni chiqarishga harakat qilamiz. Sizlardan bitta like, bitta podpiska. Bizlarni eng xursand qiladigan narsamiz o'sha bo'ladi. Rahmat hammaga. Lekin besedkaga abdinli bitta baho berib qo'yasizlar. Biz mana shu yerda 4 kun, 5 kun davomida mana shu yerda yotib maza qildik. Havolar aylanishi-yu, boshqasi juda ham bir ajoyib manzara ekan. Mana bitta yurib ham ko'rsataman, xudo xolasa. Bu ideyani to'g'risi men birinchi marta O'zbekiston territoriyasida ko'rishim. Lekin bu ustani yasaganlarga, bu ideyani qilganlarga juda ham respekt, hammaga rahmat. Xo'p, tutun tortishlarini bitta ko'rsatib qo'yaman dimoxoddan. Dimoxodlar ham vobshe ajoyib yonishlari bomba. Shogirdlarga ham rahmat. Mana Shuhrat akam bilan birga necha kun davomida mana shu yerda xizmat qildi. Rahmat sizlarga ham bolalar. Like, podpiska, rahmat.